Bugun ta'lim, tarbiya vakillarini, mehmonlarimizni sizlar bilan birga mana shu so'lim joyda Renessans deb bekorga aytmaganmiz. Buyuk bobolarimiz 1-2 Renessansda qilgan edilar va dunyo hamjamiyati tan olgan. Biz 3-Renessansda poydevorini qura olamizmi yangi O'zbekistonda yo'qmi degan katta marrani oldik. Shuning uchun har safar, har daqiqada o'zim bosh biz izlanishdamiz. Nimalar qilsakki, farzandlarimiz hayotda o'z o'rnini topsa, agar biz 1 yillik manfaat topamizsak, 1 yilga bug'doy eksa bo'ladi. 10 yilda biz hosil olamizsak, bog' yaratish kerak. Lekin butun umrga farzandimni baxti kamolini ko'raman desa, faqat va faqat farzandlarimizga ta'lim, bilim berishimiz kerak. Hozirgi kunda pedagog o'quvchilarga dars berish jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holatda zamon talablariga mos ravishda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Albatta kasbimdan faxrlanaman. Shu bolalarni qora ko'zlarni bilim berish, ularni tarbiyalash. Ben 41 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, shu bolajonlarsiz yashash menga qiyin. Ularni yaxshi ko'raman, sog'inaman. Ayniqsa kanikul ta'til paytida juda ham ularni sog'inib ketaman. Ko'cha-ko'yda ko'rib qolsa ham mashinada, "Ustoz, chiqing mashinaga, siz tarbiyalagansiz bizani, siz o'qitgansiz, mana ko'rdingizmi, men qayerda ishlayapman" deb qo'yishadi. Qayerda ishlayotgan ekansan desam, "Men harbiylarda ishlayapman, yuqori lavozimlarga o'tib ketdim, ustoz. Sizni xizmatlaringiz bilan" desa, bir olam boshim osmonga yetib ketadi. Juda ham xursand bo'lib ketaman. Shoirga dedilar, siz baxtli inson. Xalqimiz ardoqlar, hamma taniydi. Shoir javob qildi, menda bir armon. Muallim desalar, meni qaniydi. Ana shu armon menda yo'q, sababi men o'qituvchi, ustozman va bu kasb egasi bo'lganimdan faxrlanaman. O'qituvchilik mashaqqatli, lekin juda sharafli kasb. Chunki o'qituvchi yosh avlodga bilim beradi, tarbiya beradi va mana shu yoshlarni biz katta hayotga tayyorlaymiz. Что эта профессия позволяет мне работать над собой. Эта профессия позволяет мне быть всегда на уровне. И я не просто учу детей, также и у молодого поколения, и это, наверное, очень большой плюс, я учусь у молодого поколения, и это помогает мне в жизни. Я очень счастлива, что до сих пор востребована, что я могу приносить пользу своим детям, своим ученикам, что я им нужна. Mana ustoz deganda, men ko'z oldimga shu bolalarni ilk marta o'z kasbimdan kelib chiqadigan bo'lsam, bolalarni ilk marta qo'lidan ushlab, partaga o'tkazib, ularga bilim o'rgatuvchi hisoblanadi. Har bitta shu bolaga harf o'rgatib, uni qo'lidan tutib, yozishni o'rgatib, o'qishni o'rgatish bu men uchun ilhom beradi. Ta'lim-tarbiya jarayoni haqida gap borar ekan, avvalo ustozlarning o'rni beqiyosdir. Chunki kelajak avlodni ta'lim-tarbiya olishda ustozlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular bir martagina meni yoniga quchoqlab ustoz deyishligini o'zi hamma narsadan azizdir. Hamma narsani unutib yuboraman. Pedagog mening nazdimda kelajak bunyodkori. Nima uchun? Biz bilamizki, kelajak deganda hozirgi yoshlar, ya'ni barkamol avlod nazarda tutamiz. Shu barkamol avlodni, ya'ni yoshlarni komil inson sifatida tarbiya qiluvchi shaxslar bu pedagoglar, ya'ni biz o'qituvchilar.